Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Biz yana bitta xonadonda eshik romlarini o'rnatib bitkizdik. Xo'p, akamizga Akfa alyumin Hallox Neo'dan bir qavat ko'kayni solib eshik romlarini polni bitkizib berganmiz. Xo'p, bu yerga setkalarni ham ichida qilib berganmiz. Xo'p, bir qavat ayni solganmiz. Ruchkalarni ham vashga chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Ichkarida ham hammom eshiklar bor. Hozir uni ham ko'rsataman. Xizmatlar bo'lsa aloqadamiz. Vodiy bo'ylab xizmat qilamiz. Doimgi deb o'zingizlar bilasizlar. Ekranda nomerlar ko'rinib turibdi. Ichkarida hammom eshigi. Podokonnliklar ham qo'shib qilingan bunga. Shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa aloqadamiz mana. Ochilib yopilishlari. Chotki bo'lgan. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar akalar. Vodiy bo'ylab xizmat qilamiz.